Endi 1 apreldan ulug' xalqimiz zapravkalarda gaz yoki benzin quysa naqd pul olinmasmish, plastik kartadan to'lov qilinarmish. Endi savol tug'iladi. Xalq bankomat orqali naqd pulini kartasiga solsa, foiz oladimi, bankomat olmaydimi? Paynet 3% soliq oladi deyishyapti. Xo'p, o'sha bankka o'zini bankomati foiz oladimi, olmaydimi? Olmasa yaxshi, olsa nimaga xalq yana sanlarni xunrezlik qilib chiqarayotgan qarorlaringga yana xalq 100,000 so'mdan yo 1000 so'm to'lab, 3000 so'm to'lab, yana foiz to'lab, nima uchun xalq istirodat qilish kerak? Xo'p, bankka borsa bank foizsiz tashlab beradi deysanlar. Xo'p, bank lekin jumagacha ishlaydi, shanba oddiq ishlamaydi. Yoki shanba ishlasa oddiq ishlamaydi. Shanba oddiq pul tashlasa, nima qilish kerak xalq? Yana foiz to'lab, sanlarni xunrezliklaringga xalq javob berish kerakmi? Shu haqida agar bankomat foiz olsa, izohlarga yozinglar, videoga like bosib tarqatinglar.